Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men irtim yoshdan 65 yoshgacha va undan katta bo'lgan o'zbekistonliklar uchun juda muhim, hatto aytishim kerak og'riqli mavzuni tushuntirib beraman. Gap shunchaki, avgustdan hamma narsa yomon bo'ladi degan vahimali gapda emas. Gap shundaki, avgust oyidan boshlab ko'pchilik odamlar pensiya, nafaqa, subsidiya, bank kartasi, kredit qarzi, ijro hujjatlari, tibbiy ko'rik va hujjatlarni yangilash masalalarida oldingidan ko'ra ko'proq tekshiruv, ko'proq talab va ko'proq xavf bilan duch kelishi mumkin. Bu ma'lumot ayniqsa 40 yoshdan keyin mehnat stajini hisoblayotganlar, aygun yoshdan o'shib pensiyaga tayyorgarlik ko'rayotganlar, 65 yoshdan keyin pensiya olayotganlar, nogironlik yoki ijtimoiy nafaqa oladiganlar, bank kartasiga pul tushiradiganlar va farzandlari chet elda ishlaydiganlar uchun juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi xatolar pulingiz to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin va eng asosiysi, hozir nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ilgari ko'p masalalar qog'oz hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, tashkilotdan olingan spravka, ish joyidan berilgan yozma tasdiq, pensiya bo'limiga bir necha marta borish orqali hal qilinardi. Odam ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasini ko'rsatardi. Nafaqa kerak bo'lsa, mahalladan ma'lumotnoma olardi. Bank kartaga pul tushsa, ko'pchilik buning hisobi so'ralmaydi deb o'ylardi. Qarz bo'lsa ham keyinroq to'layman deb yuraveradiganlar ko'p edi. Endi vaziyat boshqacha. Hozir davlat idoralari, banklar soliq tizimi, pensiya tizimi, ijro organlari, kommunal tashkilotlar va boshqa bazalar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Ya'ni siz bir joyda ko'rsatmagan ma'lumot boshqa joyda ko'rinib qolishi mumkin. Masalan, odam men ishlamayman deb yordam so'raydi, lekin bank kartasiga har oy 3 million so'm tushib turibdi. Yoki mening daromadim yo'q deydi, ammo nomida mashina bor, yoki pensiyaga chiqmoqchi bo'ladi. Lekin 1998-2005 yillardagi ish staji hujjatlarida to'liq aks etmagan, yoki odam pensiya olib turadi, ammo bank kartasini boshqa birov ishlatadi va firibgarlar OTP kodini olib pulni yechib ketadi. Yomon xabar nimada? Yomon xabar shundaki, 40-65 yoshdagi odamlar aynan shu o'tish davrida eng ko'p zarar ko'radigan qatlam bo'lishi mumkin. Chunki bu yoshda odamning zimmasida ko'p narsa bo'ladi. Farzand to'yi, uy ta'miri, kredit, davolanish, ota-onaga qarash, o'z pensiyasini tayyorlash, ish joyidagi hujjatlarni to'g'rilash. 60 yoshdan keyin esa odam pensiya yoki nafaqaga ko'proq tayanib qoladi. Agar shu pul bir oyga kechiksa ham oilada katta muammo bo'ladi. Shuning uchun men bugun sizga vahima emas, tartib bilan tushuntirish bermoqchiman. Qanday o'zgarishlar amalda odamga ta'sir qiladi, nimaga e'tibor berish kerak, qaysi hujjatlar hozirning o'zida tekshirilishi shart. Asosiy qism B. Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar tinch bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda pensiyaga yaqinlashganlar xavotir olishi kerak. Masalan, erkak kishi 28-29 yoshda, ayol kishi 23-24 yoshda bo'lsa, hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Chunki pensiya tayinlashda eng katta muammo oxirgi oyda chiqmaydi. Muammo 2004 yil oldingi hujjatlardan chiqadi. Bir kishi 1993 yildan 2001 yilgacha korxonada ishlagan, lekin korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, ammo arxivda ma'lumot topilmaydi. Natijada 8 yil staj savlosida qoladi. Agar o'sha 8 yil tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kamayadi yoki pensiyaga chiqish muddati cho'zilishi mumkin. Oddiy misol, opa 24 yoshda. O 2 yil maktabda ishlagan, keyin 10 yil bozorda savdo qilgan, keyin yana 5 yil xususiy firmada ishlagan. Maktabdagi ish staji bor, lekin bozordagi yillar rasmiylashtirilmagan. Xususiy firma esa badallarni to'liq to'lamagan bo'lishi mumkin. Opa men 27 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tizimda tasdiqlanadigan staj 17 yil chiqishi mumkin. Mana shu eng katta xavf. Ikkinchi xavf guruhi norasmiy ishlaganlar. 40 yoshdan oshgan ko'p odamlar qurilishda, bozorda, taksida, ustachilikda, uy ta'mirida, tikuvchilikda, dehqonchilikda ishlagan, lekin rasmiy shartnoma qilmagan. Bugun pul topgan, ertaga sarflagan. Lekin pensiya masalasiga kelganda davlat, siz qayerda ishlagansiz? Siz uchun to'lov qilinganmi, staj tasdiqlanganmi deb so'raydi. Hamma biladi, men ishlaganman degan gap hujjat o'rnini bosmaydi.
Uchinchi xavf guruhi ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, subsidiya yoki kompensatsiya olayotganlar. Agar oilaning daromadi o'zgarsa, nomida mulk paydo bo'lsa, bank hisobiga yirik pul tushsa, farzandlardan biri rasmiy ishga kirsa, ba'zi yordam turlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda hammaning nafaqasi to'xtaydi demayapman. Yo'q. Bunday deyish noto'g'ri. Lekin yordam tizimlari tobora ma'lumotlarga asoslanib ishlayotgani sababli yashirilgan yoki eski ma'lumot muammoga aylanishi mumkin. Masalan, bir oilada 2 yoshli ota pensiya oladi. 58 yoshli ona nafaqa so'raydi. O'g'li Rossiyada ishlaydi. O'g'il har oy onasining kartasiga 5 million so'm yuboradi. Oila bu pulni farzand yordami deb biladi. Lekin ayrim tekshiruvlarda bank tushumlari oilaviy daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Natijada nega daromad yo'q deb ko'rsatdingiz degan savol tug'iladi. Bu holatda odam oldindan tushuntirish tayyorlab qo'yishi, pul qayerdan kelganini isbotlay olishi, shunchaki qo'rqib yashirmasligi kerak. 4-xavf guruhi qarzi borlar. Kredit, aliment, jarima, soliq qarzi, kommunal qarz, sud qarori bo'yicha ijro qarzi bo'lsa, bank kartalariga cheklov qo'yilishi mumkin. Ayniqsa pensiya yoki ish haqi kartasiga pul tushishini kutib o'tirgan odam birdan karta blok bo'libdi degan holatga duch keladi. Bu juda og'ir. Masalan, aka 60 yoshda. Pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Oldin bir tanishiga kafil bo'lgan. Tanish kreditini to'lamagan. Bank sudga bergan. Ijro ishi ochilgan. Aka esa bundan bexabar. Bir kuni pensiya kartasidan pul yechmoqchi bo'lsa, pulning bir qismi ushlab qo'lingan yoki karta cheklangan. Mana shunday holatlar hayotda uchraydi. 5-xavf guruhi bank kartasini farzandiga, qo'shnisiga, keliniga yoki boshqa odamga berib qo'ygan pensionerlar. Juda ko'p ota-onalar bolam yechib keladi deb kartani ham, PIN kodni ham berib yuboradi. Keyin karta orqali kredit olinadi, onlayn to'lov qilinadi, noma'lum ilovalar ulanadi, SMS kodlar aytiladi. Firibgarlar aynan 65 yoshdagi odamlarni ko'proq nishonga oladi. Chunki ular bank ilovalari, SMS kod, OTP, plastik karta xavfsizligi masalasida yoshlar kabi hushyor bo'lmasligi mumkin. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning ish stajingiz rasmiy bo'lsa, mehnat daftarchangiz tartibda bo'lsa, elektron tizimda ma'lumotlar ko'rinsa, bank kartangizni o'zingiz ishlatsangiz, qarzlaringiz yo'q yoki nazoratda bo'lsa, nafaqa olishda ma'lumotlarni yashirmagan bo'lsangiz, siz vahimaga tushmasligingiz kerak. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ko'p muammo odam aybdor bo'lgani uchun emas, tizimda eski ma'lumot xato kiritilgani, ish beruvchi vaqtda to'lov qilmagani, familiya o'zgargani, pasport ma'lumoti yangilanmagani uchun chiqadi. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Daftarchada ishga kirgan va chiqqan sana bor, muhr bor. Lekin agar arxivda tasdiq bo'lmasa, ish beruvchi badallarni to'lamagan bo'lsa yoki yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Shuning uchun faqat daftarcham uyda turibdi deb ishonib qolmang. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi shart. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin eski ish joyidagi hujjatlarda qiz familiyasi turibdi. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashdan muammo chiqadi. Bu menman-ku degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat tilida hammasi aniq bo'lishi kerak. 3-nozik jihat, chet elda ishlagan yillar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Lekin bu yillar pensiya stajiga qanday ta'sir qilishi har bir holatda alohida ko'riladi. Agar rasmiy shartnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari xalqaro kelishuvlar bo'yicha tasdiq bo'lsa, bir masala. Agar odam norasmiy ishlagan bo'lsa, men 10 yil chetda ishladim degan gap bilan staj avtomatik qo'shilmaydi. Shuning uchun chet eldan qaytganlar hujjatlarini yo'qotmasligi, ish joyidan ma'lumotnoma olishga harakat qilish kerak. 4-nozik jihat, o'zini band qilganlar. Hozir ko'pchilik o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tadi. Usta, tikuvchi, sartarosh, repetitor, taksichi, dehqon, hunarmand. Bu yaxshi. Chunki rasmiylik paydo bo'ladi. Lekin odam faqat ro'yxatdan o'tib qo'yib, keyingi majburiyatlarni tushunmasa, kelajakda men ro'yxatda edim, demak hammasi hisoblanadi deb o'ylashi mumkin. Qaysi davr hisoblanadi? Qanday to'lovlar kerak? Qanday tasdiq bo'ladi? Bularni oldindan aniqlash lozim. 5-nozik jihat, bank kartasiga tushgan pulning manbasi. Dirbin daxil 65 yoshdagi ko'p odamlar kartasini oilaviy
umumiy kartaga aylantirib yuborgan. O'g'li pul yuboradi, qizi internetdan narsa sotib oladi, kelini kredit to'laydi, qo'shnisi vaqtincha pul o'tkazadi. Keyin karta egasi biror yordam so'rasa yoki bankda savol tug'ilsa, pul oqimlarini tushuntira olmaydi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l. Har kim o'z kartasidan foydalansin. Pensionerning kartasi pensionerning o'zida bo'lsin. 6-nozik jihat. Firibgarlar avgustdan pulingiz kuyadi. Pensionerlarga yangi to'lov chiqdi. Kartangiz blok bo'ladi. Kompensatsiya olasiz degan bahonalar bilan qo'ng'iroq qiladi. Ular o'zini bank xodimi, soliq xodimi, pensiya bo'limi vakili, hatto mahalla xodimi deb tanishtirishi mumkin. Keyin SMS kodni ayting. Telegramdan kelgan raqamni yuboring. Kartangizni tasdiqlaymiz deydi. Men mutaxassis sifatida aniq deydim. Hech qaysi halol tashkilot sizdan telefon orqali kartangizning to'liq raqamini amal qilish muddatini, orqa tarafdagi kodni yoki SMS kodni so'ramaydi. SMS kod bu sizning kalitingiz. Uni aytdingizmi pulingizga eshik ochildi degani. 7-nozik jihat pensionerning tirikligini, yashash joyini yoki huquqini tasdiqlash bilan bog'liq holatlar. Ba'zi hollarda odam uzoq muddat pul yechmasa, boshqa hududga ko'chib ketsa, pasport ma'lumotlari yangilansa, vakolatnoma orqali pul olinayotgan bo'lsa, qo'shimcha aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Bu normal jarayon, lekin odam beparvo bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. 8-nozik jihat tibbiy masalalar. Avgust oyida issiq, qon bosimi, yurak, diabet, buyrak, insult xavfi yuqori bo'lganlar uchun qiyin davr bo'lishi mumkin. Ortiq yoshdan keyin odam men hali yoshman deb yuradi, lekin qon bosimi bil o'ttimadiga chiqib ketganini sezmaydi. 75-35 yoshda esa dori ichishni unutish, suvsizlanish, issiqda ko'p yurish, og'ir ish qilish jiddiy oqibatga olib keladi. Bu ham yomon xabarning bir qismi. Moliyaviy hujjatlar bilan birga sog'liqni ham nazorat qilmasangiz, bir oy ichida katta xarajatga tushib qolishingiz mumkin. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, istir, jeshir, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, diplom, harbiy xizmat hujjati. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnomalar. Bularning hammasini bir papkaga yig'ing. Ayniqsa pensiyaga iri o'chilib qolgan bo'lsa, bugun boshlang. Oxirgi oyga qoldirmang. Ikkinchi qadam. Ish stajingizni oldindan aniqlang. O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, elektron bazada qanday ma'lumotlar borligini so'rang. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga so'rab yuborish kerak bo'lishi mumkin. Arxivdan javob kelishi vaqt oladi. Shuning uchun avgustda muammo chiqmasin desangiz, hozirdan harakat qiling. Uchinchi qadam, ish beruvchingizdan rasmiy holatingizni so'rang. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, shartnomangiz bormi? Ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Tegishli to'lovlar amalga oshyaptimi? Buni bilishga haqqingiz bor. Xafa bo'lib qoladi deb so'ramasangiz, ertaga zarar sizga bo'ladi. Ayniqsa ko'ptim yoshdan keyin har bir yilning qadri bor. Bugungi norasmiy ish ertangi kam pensiya degani bo'lishi mumkin. 4-qadam, bank kartangizni himoya qiling. Kartangizni hech kimga bermang. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yoniga qo'ymang. SMS kodni hech kimga aytmang. Telefoningizga begona ilova o'rnatmang. Telegram yoki SMS orqali kelgan havolalarni bosmang. Agar kimdir pulingizni saqlab qolamiz desa, suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Ayniqsa ota-onangiz 6 yoshdan oshgan bo'lsa, ularning telefonini tekshirib bering. Shu hali ilovalar, begona bank ilovalari, noma'lum botlar bo'lmasin. 5-qadam, qarzlaringizni tekshiring. Bank krediti, kafil bo'lgan kredit, jarima, aliment, to'liq yoki ijro qarzi bor yo'qligini aniqlang. Buning uchun tegishli rasmiy xizmatlar, banklar, ijro organlari yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot olish mumkin. Agar qarz chiqsa, yashirinmang. Borib to'lov jadvali bo'lib to'lash, e'tiroz bildirish yoki hujjatlarni ko'rib chiqish masalasini hal qiling. Eng yomon yo'l telefonni ko'tarmaslik va kutib yurish. 6-qadam, nafaqa yoki subsidiya olayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringizni to'g'ri saqlang. Oilaviy tarkib o'zgarganmi, daromad o'zgarganmi, farzand ishga kirganmi? Nomingizga mulk o'tganmi? Bularni yashirishga muammo keltirishi mumkin. Agar nimadir tushunarsiz bo'lsa, mahalla yoki mas'ul idoradan yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Falonchi aytdi degan gap hujjat bo'lmaydi. 7-qadam, sog'lig'ingizni tekshiring.
Yetim yoshdan keyin kamida qon bosimi, qand miqdori, yurak holati, buyrak, ko'z, xolesterin kabi ko'rsatkichlarni nazorat qilish kerak. Agar sizda diabet, gipertoniya, yurak kasalligi bo'lsa, avgust issig'ida suvsiz qolmang. Doringizni vaqtida iching, kunduzi eng issiq paytda ko'chada og'ir ish qilmang. Bir kunlik beparvolik bir necha million so'mlik davolanishga olib kelishi mumkin. 8-qadam barcha murojaatlarni yozma qiling. Pensiya bo'limiga bordingizmi? Arxivga so'rab berdingizmi? Bankka e'tiroz yozdingizmi? Nusxasini saqlang. Ariza raqamini oling. Qachon topshirganingizni yozib qo'ying. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma murojaat esa sizning himoyangiz. 9-qadam. Oilada moliyaviy tartib o'rnating. Pensioni ota-onaning kartasiga hammaning pulini aralashtirmang. Farzandning pulini farzand kartasida, onaning pensiyasini ona kartasida, otaning pensiyasini ota kartasida saqlang. Agar ota-ona internet bankdan foydalana olmasa, ularga yordam bering, lekin karta va kodni olib qo'ymang. Yordam nazorat bo'lishi kerak, egalikni tortib olish emas. 10-qadam. Rasmiy manbani tekshirmasdan qaror qilmang. İnternetdə avgustdan pensiya to'xtaydi. Hamma kartalar bloklanadi. 65 yoshdan oshganlar pul ololmaydi degan sarlavhalar chiqishi mumkin. Men bunday gaplarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Rasmiy idora sayti, Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy kanali yoki mutaxassis orqali tekshiring. Vahima ko'pincha firibgarlar uchun eng qulay qurol bo'ladi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, avgust oyidan qo'rqish emas. Avgustga tayyor turish kerak. Eng katta xavf qonun yoki tizimning o'zi emas, balki odamning bexabar yurishi. Hujjatlar tartibsiz bo'lsa, staj tekshirilmagan bo'lsa, bank kartasi boshqalarning qo'lida bo'lsa, qarzlar nazoratsiz qolsa, nafaqa ma'lumotlari eskirgan bo'lsa, muammo albatta chiqishi mumkin. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni yig'ing, ish tajingizni tekshiring. Qarzlaringizni aniqlang, kartangizni himoya qiling. Ota-onangizga firibgarlardan ehtiyot bo'lishni tushuntiring va sog'lig'ingizni nazorat qiling. Ayniqsa 40-35 yosh oralig'idagi odamlar uchun har bir yil, har bir hujjat, har bir to'lov muhim. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, pensiya hujjatida muammo chiqdimi? Karta blok bo'ldimi? Firibgarlar qo'ng'iroq qildimi? Nafaqa yoki subsidiya bo'yicha savol bormi? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng muhim savollarga javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, hujjatini ham, asabini ham saqlab qoladi.